Assalomu alaykum, hammaga salomatmisizlar. Qizlarimni olib Manhattan ketyapmiz. Sababi uzoq yo'lga xudo xolasa chiqamiz. Juma kuni, bugun seshanba va yo'lga chiqish oldi. Chimodan olishimiz kerak. Qizlarimga kerakli ba'zi narsalarni olamiz. Xullas, yengilgina xarajat qilamiz. Ertaga yana chiqishim kerak, xarajat qilgani o'zim uchun kerakli narsalarni olishim kerak. Shuning uchun bugun atalab qizlarim bilan chiqdim. Chunki bularga o'ziga yoqqan narsani kiydirib, o'zlariga tanlatib olmoqchimiz. Kstati, bu kuni video qo'ydim. Biz yo'lga chiqyapmiz. Kommentariyada yozinglar qayerga ketayotganimizni taxmin qilib yozinglar. Juda ham ko'p kishi O'zbekistonga deb yozgan. Даже bitta kuzatuvchim Toshkentda qayerda turar ekanlar, hozir esimda qolmaydi uzr. Kelsangiz mehmon qilaman deb yozibdilar. Juda ham xursand bo'ldim. Haqiqatan O'zbekistonga borgandek va uylariga mehmon bo'lgandek xursand bo'ldim. Kursdoshlarimdan direktimga kirib yozganlar bo'ldi. Kelyapsizmi, xudo xolasa ko'rishamiz deb. Samandar rahmat har doimgidek. Xullas juda ham xursandman. Demak, begonalarga va kimlargadir ozgina bo'lsa ham hurmatim bor ekan, kimgadir ozgina kerak ekan, mana shunaqa tushuncha paydo bo'ldi. To'g'risi, nihoyatda приятный bo'ldi. Rahmat sizlarga va qayerga ketayotganimizni hozircha ayta olmayman, bu sir. Chunki hali hech qachon blogimda intriga qilmaganman. Mana 6-7 yildan beri bloger bo'lsam, hech qachon kuzatuvchilarimga intriga qilib ahvatimni oshirmaganman. Birinchi marta buni qilib ko'rmoqchiman. Qanaqa bo'lar ekan. Так что bu qayerga ketishimiz haqida hozircha taxmin qilinglar va taxminlaringizni kommentariyada yozib turinglar. Borganimizda ko'rasizlar qayerga ketayotganimizni. Hozircha ketish oldi tayyorgarlik. Hello. McDonald'sga kirdik. O'zimga mana bunaqa lavash xamiriga o'ralgan tovuq oldim. Wrap deyiladi, rosa zo'r. Mana bu sous bilan vashcha zo'r ketadi, chiqqini. Bular french fries bilan kola. Hozir ovqatlanib bo'lib, chimodan va xarajatlarimizni olamiz, qilamiz. Biz nazariga qarab ketyapmiz. Voy. Bu ovqatlangan magazinimizda, ovqatlangan joyimizda ham magazin bor. No, magazinda biz oladigan narsa yo'q ekan. To biz qidirayotgan narsa. Hozir Zaraga kiramiz, ko'ramiz. Vro'de 2 kun oldin o'zim kiruvdim Zaraga. Qaraymiz yana. Jonlarim. Zarani bolalar bo'limi, Zara Kids. Voy, bu sumka qara ichiga narsa solsang ko'rinadi nimalaring borligi. Menga mana bir risa yoqdi, mana qaranglar. Oldida serdichkalik kisachalari bor. Rangi ham takoy sochni, chiroyli. No, buni Imonani razmeri yo'q. 6 yoshli qizchalarniki bor. Imona уже noyabrda 8 ga to'ladi. Shu yil даже kichkina Imonaga. Yasminani razmeri bor. Men bir xil olmoqchiman. Xullas boshim qotgan. Qaranglar, bular hayvonchalik sumchkalar topib olishdi. Imonaxondagi quyoncha ekan. Yasminaniki mana bunaqa olib beray desam, buni ichiga balo ham sig'maydi. Buni qaranglar, qanaqa kichkina. Даже ochkisi sig'maydi. Quruqqa ham xarajat, ham yuk bo'ladi. O'zlari ko'tarmay bizga berib qo'ysa, qo'yman bilan asilligini. Jonim. Narxi 36 dollardan ekan. Jonim. Where is show me. O'xshortik topdim deyapti. O'xshortiklaring bor qizim. This is my favorite. Really? This one. Okay, I topdi. really like my style. Hozir sayzini ko'raylikchi. Sen sayzing yo'q-da bundan qizim. Wait, Ko'rsatchi Yasmin. this or this?
Qaysi biri deyapti? Bumi deyapti. Yeah. Aka yuringlar kiyib ko'rasizlar. Voy, bularni yoshida onam aylantirib basharamga solganda indamay kiyganman shukr qilib. Xo'p bersa agar. Mana shu yoqqa yur. Yerga tekkizma bolam. Me? Italian. O, bitta ekanmi? Vau, sumka magazinga keldik. Qarab, buni chemadani ham bor ekan. Meni shoshiltirganiga do'q qildim, shunga araz qilyapti. Qaranglar, qanaqa chiroyli chemadonlar bor. Mana bu kattaroq razmeri. Ammo bilan kichkina razmeri narxlarini ko'ramiz. Kattasini razmeri $95 dan. Yes. Hozir kichkinasining narxi $70 dan ekan. Mana bu yerda mana bunaqalari ham bor. Narxi arzongina ekan, $55 dan. Menga juda ham qulay. Qizligi boyaga yoqyapti, ham detski hol. Okey, ketib ko'ringlar, yana bitta ko'raylik-da. Mana buni ko'raylik. Imonaxonga bu yoqda bitta qolgan ekan bu. Sotilib ketmasa shuni olamiz. Qaranglar, mana bu samolyotga travel pillowlar, Mickey Mouse'lik ventilyatorlar. No, rosa slabый ishlar ekan. Prям вообще slabый. Bu tinmay manda yiqib turish kerak, по-моему. Вообще shamoli yo'q. Tematika qilib olsa bo'ladi, atak вообще arzimaydi. Mana bu qizilmi? Okey, dadangdan so'raylik, xo'p. Qizlarni olamiga keldik, qaranglar. Yo'q narsani o'zi yo'q, qanday chiroyli narsalar bor. Pijamichki. Imonaxon, mana bu yerda sumkalar bor. For school, Imona backpack. Imonaxon, I say backpack for school. Do you really want this? Nope. Nope, I'm not keeping that. Who are you two? Oya, $14 dan ekan. Mana bu sumkalar. Oya, $14. Anaqa waterproof bu. Suv o'tkazmaydigan. O'rtoqlar, mana fitting roomdamiz. Kiyimlarni almashtirish, ikkalasiga ikkita mamlaqa chiroyli kupalniklar ko'rdik. Kupalnik sezoni o'tayotgani uchun ikkalasi ham skidkada turibdi. Hozir kiyib ko'rishdi, rosa yoqdi. Mana bu oddiyrog'i Imonaniki, mana bu yuqoriligi Yasminaniki. Imonaga Yasminanikidaqa olgin, chiroyli-ku desam, yo'q, men chaqaloq emasman, baby emasman, katta qiz bo'lganman deydi. Xullas, mana shunaqa skromnisini tanladi bu qiz o'ziga. Okey, olamiz-ya ikkalasini. Yes. Oy, charchab qoldim. Okey, ketib yuringlar. This is the only perfect size. Yeah, okay? And a beautiful one, okay? These are the two icons. Maybe. I like yours. Thinking. Me too. How we doing today, ladies? We're doing good. Hello, kitty. Huh? Need a bag? No. Mana men qiz bilan o'yin o'ynayapmiz. Ketdik, bismillah. Mana men bu oq men. Sizlarga oq bo'lib ko'rinyapti, menga yashil. Tepaga chiqamiz. Bu yerda Imona ham mana bu qizcha bilan o'ynayapti. Assalom. When I get more points, then I'll Ertalabdan yana Manhattanga keldim. Yana o'sha mashhur Hadin Doma kinosidagi mehmonxona, Plaza mehmonxonasi ro'parasida Apple Store hozir. Baribir hozir yana deyman voy. O'sha telefonimga power bank, nima deyiladi? Power bank. O'shani qolgani keldim. Ya'ni qo'shimcha quvvatlagich. Alohida yana bir kelaman, erimdan pul olib kelaman dedim-da, pul oldim-da. O'g'ri bo'ldim o'sha kuni. Erim urishdilar. O'zingiz pulingizga olsangiz ham yana pul berardim-ku deb, o'sha pulimdan samim deydi erimdagi. Qaranglar qanaqa chiroyli. Bu Apple Store dunyodagi eng katta va eng chiroyli, shuningdek, kecha kunduz ishlaydigan yagona Apple Store hisoblanadi. Представляете, kecha kunduz to'xtovsiz ishlaydi. 11:30 to 6:30. You open? Yep. Push.
Короче, $49.55 no takslari bilan $54 tushdi. Mana men buni oldim. Buni o'zini ham zaryadini to'ldirish kerak, chunki to'liq anaqa chiqmadi. Ba'zan to'liq chiqadi dedi. Xullas hozir men menga o'zimni telefonimni zaryadga qo'yib ozgina to'ldiraman, chunki men navbatdagi borishim kerak bo'lgan magazin hali yopiq. 10da ochiladi. Hozir soat где-то 9:20 shunaqa. 10gacha telefonimni zaryadini to'ldirib keyin ketaman. Sразу tepagacha chiqib qo'yar ekan. Havo qanaqa zo'r. Havo shunaqa zo'r. Sezilyaptimi sizlarga? Mana qaranglar. Xuddi men Brazilkada suvni brizgich qiladi-ku, dazmol qilayotganda. O'shanaqa bilan suv sepayotganda osmondan. Yomg'ir yog'mayapti-yu, no suv brizgich qilyapti. Vashshe zo'r, maza, salqin havo. Va Nyu-Yorkning eng zo'r butiklari joylashgan eng qimmat ko'chasi. Qanaqa необычный. Qaralar. Qanaqa zo'r. Mashhur magazin. Voy, lift keldim. Voy, narsa qaragan kirdim. Mana bu haykal. Zo'r qilgan-a. O'rtoqlar Dyson, eski Dysonimni berib yangisini olaman. Agar iloji bo'lsa hozir so'rayman. Mana men magazindan chiqdim hozir. Yuringlar Dysonga kiramiz. Dysonga kirdim o'rtoqlar. Mana shunaqa Dysonlar $650. Bu taksiz, taks bilan yana qimmatlashadi. Короче, o'rtoqlar Dyson Store'dan chiqdim. Masalan, Apple Store'da iPhone telefoningizni eskisini olib kelib yoki buzilgan, eski uyingizda keraksiz bo'lib yotgan iPhone bo'lsa bo'ldi. Telefonlaringizni olib kelsangiz, qanchadir narxga hisoblaydi-da, baholaydi-da. Yangi telefon olsangiz, yo pulini beradi yoki yangi telefon olayotganingizda minus qiladi. Dysonda ham o'sha shunaqa imkoniyati bordir deb o'yladim. Meni Dysonimga o'sha bizda 3 yil bo'lyapti. Imенно shu yerdan olingan, cheklari hamma qog'ozlari bilan turibdi. Atalab olib qo'yganman, vdrug kerak bo'lib qolishi mumkin deb. Kerak ham bo'lib qoladi-da, o'zini belgilangan vaqtida agar buzilib qolsa yoki almashtirgim, qaytargim kelsa, cheki bilan birga olib kelaman, muammo hal. Xullas, hozir so'radim, shunaqa yangisi $650 ekan. Meniki ham $600 shunaqa olingan, adashmasam. 500 qanchaga, ammo xullas qimmat olganman. Times Square'ga keldim, qaranglar. Nasa odam ko'p. Men hozir Disney Store'ga kirishim kerak. Xullas, anaqa qilsa dedim, eski Dysonimni bersam va ustiga senga pul bersam, eski Dysonimni qanchadir pulga baholab olib, o'rniga yangi bera olasanmi, ustiga pul beraman desam, keyin kuldi. Aytdim, Apple Store'da shunaqa imkoniyat bor. Desam, bilaman buni dedi, lekin bizda unaqa yo'q dedi.
bir yilda bir martami, 2 marta, tamom bir marta. Anaqa bo'lar ekan. Chegirma e'lon qilinar ekan, bor yo'g'i 20% qo'lim charchab qoldi. 20% o'shanda eski Dysoningni olib kelib 20% chegirmamizdan foydalanib olsang bo'ladi dedi. Eski Dysonni olib kelganimdan nima foyda olmasang desam, imенно Dysoning borligini bilsak, 20% chegirma beramiz. U ham sentyabr, oktyabrda boshlanadi dedi. Endi $650 20% chegirmasi qancha bo'ladi bilmayman, matematikam 0 bilganlar hisoblab yozinglar. Xullas, Amerikada Dyson narxi mana shunaqa. Almashtirishimga bo'lmas ekan. Manhattan'da meni sevgan Jazz salatim bor. Bu yerdan dunyodagi eng mazali va sog'lom salat yeyish mumkin. Hozir kirib maza qilib salat yeb chiqaman. Men yeyotgan salatdan zakaz qilyapti. Kripsi chicken poblano, rossa mazali, hamma yaxshi ko'radi shuni. Honey crispy chicken wrap. Honey crispy chicken wrap. Thank you. Tayyor qilyapti. Hozir o'tirib maza qilib yeymiz. Mana qirib tayyorlab beradi. Thank you. O'rtoqlar, menchi telefonimni teskari qo'yganimda kamerani qayerga qarab gapirishyapti bilmayman. Xullas, bu salatni yesam ichimga g'ij-g'ij vitaminlar kirayotganini his qilaman. Shunaqa zo'r salat, sog'lom salat deb nom qo'yib olganman. Instagramda stories qo'ysam hamma so'raydi, ichiga nimalar solingan, retseptini bering deb. Bitta salat va mana men bu suv telefonimni taqab qo'yibman. Ikkalasi $20 bo'ldi. Noarziydi. Chemani fast foodlardan ko'ra, zararli fast foodlardan ko'ra prям вообще. Bu ichida nordon narsalar ko'pda. Ular qo'shiladi. Keyin juda ham kesli sous. Men sous kesli yaxshi ko'raman juda ham. O'shaning uchun yaxshi ko'rsam kerak bu salatda. Juda ham yoqadi. Oh my god. O'rtoqlar, mana Manhattan ko'chalari nima uchun zerikarli emas. Qaranglar qanaqa kachelilar o'rnatilgan. Bu kechasi svetlari yonadi. Даже hozir ham yonyapti, yonib o'chib. Qaranglar, maza qilib dugonangiz bilan, bolangiz bilan, yeringiz bilan, yigitingiz bilan kelib, parichkangiz bilan xullas kelib maza qilib kacheli uchib ketsangiz bo'ladi.